Joriy yilning 19-iyun kuni Xalqaro nufuzli reyting agentligi QS World University Rankings 2026 natijalari e'lon qilindi. Unda O'zbekistonning 7 ta oliy o'quv yurti dunyoning eng yaxshi universitetlari ro'yxatiga kiritildi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 5 ta universitetga ortib, Toshkent davlat texnika universiteti, Samarqand davlat universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat transport universiteti hamda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti mazkur reyting ro'yxatidan ilk bor joy oldi. Bundan tashqari O'zbekistonning 4 ta oliygohi bitiruvchilar yutuqlari indikatori bo'yicha top 700 taga kiritilgan bo'lib, jumladan Toshkent davlat texnika universiteti 540, O'zbekiston milliy universiteti 545, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti 644, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti esa 660 o'rinlarni egallagan. Ma'lumot o'rnida QS World University Rankings 2004-yildan buyon e'lon qilinib kelayotgan oliy o'quv yurtlarini 9 ta global indikator asosida baholovchi eng obro'li xalqaro reytinglardan biri hisoblanadi.